Yo bismillah. Yo bismillah. Yo bismillah nima bo'lsa bo'ldi. Mana buni birinchi ko'rsataylik. Kameraga ko'ryaptimi? 3 dona tish qo'yib qo'ydik. Tish. Endi bunisini ko'rsatamiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Rozimiz nima bo'lsa ham ko'rsatinglar. Akalar, ukalar, qadrdonlar nima deyapti? Izi chiqib qolgan, lekin tishiga umuman shikast yetmagan. Faqat mana yoniga chiqqan izi. Dog' bo'lib, ko'rib turibsizlar-a? Bu nimadan yaraladi desalaring, biz do'stlar, qadrdonlar Farg'ona viloyati Yangi Qo'rg'on qishlog'iga kelganmiz, ya'ni Yangi Qo'rg'on tumaniga. Nima edi? Mahalla? Yangi qishloq. Yangi qishloqqa kelganmiz. Mana shunaqa oddiy mana shu metallom deymiz, ya'ni zanglagan holat. Mana shu metallomga, temirga nech pul emas, 2000 so'mlik temir deylik. 2000 so'mlik temirga $200 bahosini qilib beradigan, ya'ni mana shu temirlarga jonbaxsh, hayot baxsh etadigan akamiz oldiga kelganmiz. Keling aka. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Tanajoni sog'mi? Qandaysiz? Men o'zim ishonmaganman, lekin haqiqatan temirda kessa bo'lar ekan. Bo'ladi. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Lekin sifatli ishda xaridori ko'p bo'ladi deb aytishmagan. Bitta domla aytdi, Shukurloh domla gapini aytgandim. Bitta misol qilib keltiray. Bitta ovchi miltig'i noto'g'ri otib turgan ekan. Keyin ustani yoniga borgan. Keyin ko'rganda bitta joyga bitta urgan, mana sendan 2 tanga bo'ldi, 2 tilla tanga bo'lsa, seni bitta tiq etib urishing 2 tilla tangami deganda, ol bu yoqqa deganda o'sha joyga yana bitta urib qo'ygan, yana qishlatib yuravergan. Nima unaqa qildi endi aytgan? Tiq etib urish uchun men kamida 3 yil, 4 yil shogird bo'lib, ustozimning so'kishlarini eshitib, bekardan bekar vaqtimni o'tkazib yurganman. Shu tiq etib urish uchun. Men hozir tiq etib urishga narx so'ramadim. O'tgan vaqtimga narx so'radim deb aytgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi yetarli darajada yetkazimmi yo'qmi bilmayman. Agar ko'z tegmasin. Juda ham chiroyli ishlaringiz. Alloh nima deydi? Bardavom qilsin. Rahmat. Havas qildim. Men ham o'zim mana shu pichoqlarda jinnisiman. Qaysidir ma'noda. Xudo xolasa, nima deydi? Kolleksiyamiz bor uyda, lekin bu darajada emas. Hali arzonlari bor. Hali xo'jalik ishlatadigan. Menda bularni olib qo'ygan insonlar mana. Bu ishlatgan hijolat bo'lsa kerak. To'g'rimi? Antikvarda bu. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy erkak kishiga, yigit kishiga bo'lish kerak uyda. Mana shundan bitta bo'lish kerak. Ishlatmasa ham tursa yaxshi. To'g'rimi? Hali buni ko'rgandan keyin shijoat oshadi. Aka, bu temirlarimiz qanaqa temir? Hammasi yaltir-yultir yotibdi. Nejevikadan qilasizmi shunda? Aka, bu temirlarimiz, pichoqlarimizda nejoykasi bor birinchi o'rinda. Klapani bor. Kameramizni olib olaylik, yaqinroqdan ko'rsatib o'ramiz. Nejoykasi bor birinchi o'rinda, abo'ymasi bor, klapani bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Po'lat. Po'latdan. Po'latdan. Gap yo'q. 30 yil ortiq pichog'imiz bor. Aka, o'zi necha yil ish staji deydi-yu, ish tajribasi? Bu shogirdga tushib, usta bo'lib chiqqanimiz 15 yil, 10 yillik. Ha, 10 yil, 15 yil atrofida. 10 yil, 15 yil atrofida. Bo'lishi mumkin emas. Mana boltalarni qaranglar. Haqiqiy mehr bilan taxlab qo'yishibdi. Qizil bo'lib ko'rib turibsizlar, qizil. Lekin mana bu joyda rang o'ryapti, buni qaranglar. Nejavika zanglamaydi. Suvda qolsa ham zanglamaydi. Suvda qolsa ham zanglamaydi. Suvda 1 yil tursa zanglamaymi? 1 yil tursa zanglaydi. Bu ishlatib qo'yib, o'sha 1 yil davomida ishlatsa, holatini yo'qotmaydi. Tushunadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, qaranglar. Juda ham chiroyli. Alloh rozi bo'lsin akalarimizdan. Buni qaranglar. Aka, endi bir qator narx-navolar bilan yorishtiramiz. O'zi pichoqlarimizdan boshlaylikmi? Pichoqlardan ham boshlasak bo'laveradi. Eng arzonlaridan boshlaylik, hamyonboplarida. O'zi aka, bitta savol. Bu pichoqlaringiz antikvarda men uchun. Xo'jalikka ishlatsa bo'ladimi? Albatta, xo'jalikka ishlatish uchun. Eng arzoni 200 mingdan tortib. 200 ming so'm mana shu. Manasi 200 ming so'm. Nima qanaqa xususiyati bor? Nomi nima deyiladi? Nimadan tayyorlangan? Aksariyat xo'jalikqa ishlatgani. Nejoyka. Nejoyka xo'jalikka ayollar ishlataveradi. Bemalol ishlataveradi. Endi hozir xudo xolasa zanglamaydi. Gap yo'q. Aqa-baqa to'y-po'ylarga olib borib ishlatgani. Sajashchilarga, mana olib borib pichoqni ko'rsatgandan keyin xudo xolasa hojga bormasa ham hoj akam hurmat qilib borishadi. Ana shulardan bitta ko'rsataylik. Voy masalloh. O'zi yurakni ham qaltirab o'ryapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Milliy fasonda ekan, ha? Milliy fasonda. Gap yo'q. Keyin qarang, haligi buqonimi yoki boshqa hayvonnimi shoxiga qilinadiganlari bor ekan. Shunaqalar ham bormi sizda? Mana shoxdan tayyorlangan-dek. Mana bunisi kiyikda, oxunni shoxidan. Voy masalloh. Mana bunisi mana latin buqoni shoxi, kallasi. Ya bo'lishi mumkin emas. Metali klapindan. Zanglamaydi, qorayib qolmaydi. Tushunarli. Po'lat. Po'lat. Nejoykadan ham kuchliroq po'lat.
Gap bo'lishi mumkin. Bularimiz narxi necha bu? Narxi endi hozir sizga qanday tushuntirsam bo'ladi? Beyda hozir 200 mingdan tortib 100 dollargacha bor. Mana shularimiz 100 dollar mana. 100 dollar. Buni sherigini ko'rsataman hozir. Buni alinaqa g'ilofa deymiz, yana nima qini ham bor-a? Xini bor. Xin deyiladi. Xini bor. Mana chamadoni bor mana. Tushunarli. Buni qaranglar chiroyliligini. Ana. 100 dollarlik pichoqlarimiz. Mana shu holati mana. Qarang, bitta narsani yo'lga qo'yaylik aka. Dastlabki xizmati ham bormi sizda? O'zbekistonning 12 ta viloyatiga yetkazib beramiz. Bepulga. Bepulga. Ha? Bepulga yetkazib beramiz. Endi shuni aytmoqchi edim. Qaysidir akalarimiz, misol boshlig'iga, misol davlat ishida ishlaydigan akalarimiz bor-a, o'zi yaqin olgan, dilga yaqin insonlarga mana shunaqa holatda yetkazib bering demoqchi edim. O'zi dastlabkisi yaxshi bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Haligi buni ko'rgan odam haqiqiy erkak kishi xursand bo'ladi. Haligi pul olgandan ham ancha xursand bo'ladi. To'g'risi ham esdalik bo'ladi. Juda ham nima deydi, a'lo darajada. Xudo xolasa pichoqlarimiz 200 ming so'mdan 100 dollargacha bor. Bundan tashqari necha xil variantlari bor? 30 xildan oshiq turi bor hozir. 30 xildan oshiq turi bor. Gap yo'q. 30 xildan oshiq turi bor deydi. Trendga chiqqanlari qaysi endi misol? Trendga chiqqanlari, eng ko'p sotiladiganlari narxlari o'rtacha hisobda olsa, mana shulari trendga chiqib ko'proq sotiladi ona. Mana shulari. Ko'p sotilyapti turgani. Qimmat ham emas, arzon ham emas. Bular necha pulda aka? 600 ming, 700 ming. 600 ming, 700 ming atrofida. Keyin bu ham endi pichoq bo'lgandan keyin o'tmaslashib qoladi. Xo'jalik ishlatgandan keyin. Buni haligi oddiy chaqlab beradigan ustalar ham chaqlasa bo'laveradi yoki yo'q, bo'laveradi. Ular ham chaqlasa bo'laveradi. O'ziga endi o'zimizda vodiyda bo'lsa, o'zimiz chaqlab beramiz. Tushunarli. O'zbekistonda o'sha 12 ta viloyatda, Toshkent, Samarqand bo'lsa, o'zlarida chaqchilari bo'ladi, chiroylab chaqlab beradi. Endi hozir pichog'imizni afzal qilib ko'rsatib beraman. Zo'r. Ukan, bukalash. Mana, bakalashkada suv. Xudo xolasa sinash uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Pichog'imiz o'sha internetlarda tarqalgan. Voy mashalloh. Gap yo'q. Bu bitta qo'lda kesildi hozir akalar. Bitta qo'lda kesildi. Bakalashgani ushalarga yo'q, e'tibor beringlar. Naborimiz. Kamplik. 4 dona pichog'i, bitta chopqisi, bitta qassob akalarimiz orzu qilgan trenddagi boltalarimiz. Orzu qilgan, lekin yetisha olmagandi, va Xudo xohlasa yetishadi. Alloh nasib qilsa yetishadi mana. Qassob akalarimiz orzu qilgan trenddagi boltalarimiz bor. Bu boltamizni nabor narxini so'raydigan bo'lsa, 150 dollardan 300 dollargacha. Har xil fasonda. Tepada bor mana fasonlarimiz. Zo'r. Gap yo'q. Tepada bor. Agar yo'q, bizga boltani o'zi kerak, boltani bizga chiqarib bering degan bo'lsa, mana boltalarimiz kichkinasi, kattasi bor. Hamma turidan bor. Hamma turidan bor. Gap yo'q. Boltalarimizni endi men bitta narx aytaman. Tepada olib turasiz. Mana 50 dollar. 75. 80. 80 dollar. Endi hozir 100 dollar, 150 dollarligi bor. Zakaz bersa qilib beramiz. Kilosini ham aytib o'tib ketay. Ayting. 3 kilo oshiq bo'ladi. 3 kilodan oshiq. Bular 1,5 kilodan 2,5 kilogacha. Menga bittasi yoqdi aka. Qaysi? Mana shunisi. Chunki oldin boshqa joyda ko'rmaganman. Ko'rib turibsizlar akalar. Juda ham chiroyli. Bunimiz necha pul endi? 80 dollar. 80 dollar. Gap bo'lishi mumkin. Qarang, endi mana shu aytilgan narxlar qolsin-u, dastlabkasini shuni ichida qilib bering aka. Kelish imkoniyati bor akalarimiz bor. Bitta pochtadan chiqarib olsa bo'laveradi. To'g'rimi? Bo'ladi. Bo'laveradimi aka? Yetkazib beramiz. Mana shu tilimdan chiqqan gap bo'yicha yetkazib beramiz. Dastlabkasi tekin, Dastlabkasi tekin. O'zbekistonning 12 ta viloyati uchun yetkazib bitta beramiz. pichoq olsa ham xudo xolasa aka. Bir dona pichoq olsa ham. Gap yo'q. A'lo darajada. Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar ko'ringlar mana. Bizning obunachimiz vohadan bo'ladimi yoki vodiydan bo'ladimi? Pichoqlarimizga, mana shunday boltalarimizga e'tibor beringlar. Eng asosiysi, yaqin insoningizni butun umr qalbida qolish uchun mana shunday mahsulotlardan olib bersangiz, juda ham sizni qattiq hurmat qiladi va butun umr qalbida joyiga kelasiz buni. Endi buni erkaklar tushunadi, ayollar tushunmaydi. Ayollar endi yo pul berdi, yo gul berdi deydi. Erkaklar bo'lsa, mana shunaqa narsalar sovg'a qiladigan bo'lsa, ishlatmagan taqdirda ham uyga borib iladi, ana shunga ko'rib rohatlanadi aka. To'g'risi ham-da. Rohatlanadi. Mana pichoqni zo'rladi. Keskiriligi. Gap yo'q. O'zining holati bo'yicha kesaveradi. Mana. O'zining holati bo'yicha. Zo'r. 100 dollardan boshlanaveradi bu ham, ha? Naborlarimiz. Mana shu nabor necha pul leganda aka? Bu naborimiz, mana shu naborimiz sizni obunachilaringizga yo'lida qiladi. 220 dollarga yetkazib beramiz. 220 dollar. Gap bo'lishi mumkin emas. Har ikkida 4 ta pichoq, bitta choqi, bitta bolta va bitta ham bor. Ha. O'tkirlaydi uni. O'tkirlaydigan.
Xossoblar uchun. Xossoblar gap bor uchun. emas. A'lo darajada. Xullas, do'stlar, qadrdonlar, o'ylaymizki, qanday ma'lumot qoldi aka? Tur. Naborlarimizni ko'rsatib 4 qo'ying. xil nabor bor. 5 xil. 5 xilmi? 5 xil naborimiz bor. 1, 2, 3, 4. Mana bunimiz 5-inchisi. Mana 5 xil naborlarimiz bor. Bundan tashqari boshqa misol kombinatsiya qilib beradi sizlarning. Mana bulardan kombinatsiya ham qilib beraveradi. Ha, Aralashtirib. aralashtirib masalan ko'proq oshpazlarimiz. Kamgir deydigan bo'lsa, nikel, nejoyka kamgirlarimiz bor. Zanglamaydigan. Masalan, sabzi archigani pichoq, kamgir. Zo'r. Bitta rozg'orga ishlatgani pichoq deydigan bo'lsa, военный pichoq. Gap yo'q. Keyin suyakda pichoqlayman, ham pichoq o'rnida, ham chop o'rnida deydigan bo'lsa, no'miradan chopqilarimiz. Go'sht qochib ketmaydi bundan, ha? Yo'q, go'sht qochib ketmaydi. Shuni ayting. Ha, mana ko'pchilik tushundi o'zi. Nima demoqchi bo'lganini. O'zi pichoq go'shtni kesmoqchi bo'lganda go'sht qochadi. Qochadi. Shunda qochmaydi. Bunda qochmaydi. Gap yo'q. Nimaga desangiz, Aytilgan joydan kesilaveradi. yumaloq holatda ishlov berilgan. Gap yo'q. A'lo darajada. Shuni nikeli ham bor. Narxini aytib o'tib ketdik. Ayting. O'zbekistonda 12 ta viloyat uchun shu holati 300 ming so'm. Mana arzimagan, 300 ming. Arzimagan, 300 ming so'm. Shuni nikeli 400 ming so'm. Mana shu nikeli yaxshi ekan, demak. Qarang, bitta narsa ekan. Misol imkoniyatingiz borda, baribir siz ustasiz. Bir ism yoki qanaqadir lokomotiv tushirib bering. Bor. Bormi? Unga necha pul qo'shilib qoladi? Unga qo'shilsa 50 ming so'm qo'shiladi. Zo'r. Logotiv tushirib ber desa, masalan, birorta Dilshod degan oliydan bo'lsa, ismini yozib. Sanjar degan oliydan bo'lsa, ismini yozib, aytgan buqomi, bo'rimi, rasmni chiroylab tushirib beramiz. A'lo darajada. Bunaqasi. Bundan ortiq muhabbat o'lim akalar. Yana bittasi yoqib qoldi, aytib buyurmaysizlar. Bitta qo'lga o'chirib ko'rsataman. Akalar, mana buni qaranglar. Nomi nima aka endi buni? Nomi buni ayib kalla deyiladi. Ayib kalla. Bu dunyoni galasida akalar, qaranglar. Juda ham chiroyli. Mana bu narsasi nimadan bo'lgan? Bunisi rossiyskiy yog'och. Yog'och, shu yog'ochmi? Ishlov berganmiz bunga. Gap yo'q. Voy, qaranglar, qadrdonlar. O'sha mana shu narsani qilyapti, shuni qilaveradi. Suyakda ham oladi bu. Suyakda oladi. Chunki og'irligidan bilib suyakda oladi. Go'shtni ham sariyog' kesganda kesadi. Sariyog'ni kesadi, o'shanda kesadi. Indamay kesadi. Gap yo'q. Bunimiz necha pul? Bunimizda narxi o'rtachasi 500 ming so'm. Ha, bo'ladi mana 500 ming so'm. 500 ming so'm. Gap yo'q. Bo'ldi, endi hamma ma'lumotni berdik deb o'ylaymiz, a? Bo'ldi. Bu akamizni misol o'zini uyiga hovlisiga qilgan ishxonasi, do'koni. Do'konimiz. Ishxonasi ham nariroqda, mana shu joyda mana. Qadrdonlar, mabodo kelmoqchi bo'lsalaring, tanlab olaman desalaring ham kelaverasizlar. Aka, manzilni bitta tushuntiring. Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani, Yangi qishloq mahallasi, Usta Abbosbek pichoq boltalari. Gap yo'q. Shunday xonani ko'rsatib qo'yaverasiz. Kelaverasizlar akalar. Kelish imkoniyati yo'qlar. Pastdagi raqam Abbos akamning nomeri. Qo'ng'iroq qilasizlar. Aytgan mahsulotlaringizni birinchi o'sha Telegramdan tashlaydi, ma'qul narxini kelishasizlar. Undan keyin bitta pochta orqali dasturga kiritiladi. Tamom.